aynan uyda o'tirib qolganman. Bugun aynan uyda o'tiradigan, hech narsa bilan shug'ullanmaydigan, eridan pul kutadigan ayol qizlarimizga yana bir taklifim bor. Oila dasturxoni atrofida nimanidir chizdirishadi. Siz uyda o'tirasiz, ham bolangizni parvarish qilasiz, ham bolalaringizga qaraysiz, uyingiz ishini qilasiz, turmush o'rtog'ingizga qandaydir moliyaviy yordam qilyapsiz. Bugun ular ham uyda o'tirib pul topishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube sahifamizni aziz obunachilari. Bugun aynan uyda o'tirib qolganman, uyda o'tiraman, nima ish bilan shug'ullansam bo'ladi deb murojaat qilgan ayol qizlarimiz uchun ushbu video darslikni tayyorladik. Uyda o'tirib qolganman, ustozjon, nimadan boshlasam ekan, men ham qanday qilib pul topsam bo'ladi deb ko'plab sizlardan savol-javoblar, murojaatlar kelgan. Bugun aynan uyda o'tiradigan, hech narsa bilan shug'ullanmaydigan, eridan pul kutadigan ayol qizlarimiz uchun bu efirimizni jamoamiz bilan tayyorladik. Azizalarim, har qanday vaziyat, har qanday holat avvalambor bizni niyatimizdan boshlanadi. Agar biz o'zimni yaxshi ko'rgan ishimni boshlayman, o'zim biron narsani boshlayman deb niyat qilsak-da, bu tomondan qo'rqib, erim qo'ymasachi, shuni eplay olmasamchi, bajara olmasamchi degan fikrga kelib qoladigan bo'lsak, unda biz o'ng qo'limiz bilan buni beramiz va chap qo'limiz bilan uni sarob qilar ekanmiz. Shuning uchun hamisha niyatingizni butun qiling. Aynan ustoz va shogird kursimda ko'plab ayol qizlarimiz uyda o'tiradigan ayollar o'qishdi. Mana shu ustoz va shogird kursimizdan bugun o'zini shunaqangi chiroyli brendlarini yaratishdi. Bugun o'zini Instagramda sahifasini ochishdi. Bugun aynan YouTube sahifasida, YouTube platformasida ish olib borishlarini yo'lga qo'yishdi. Qarang, bu qanday ham yaxshi. Siz uyda o'tirasiz, ham bolangizni parvarish qilasiz, ham bolalaringizga qaraysiz, uyingiz ishini qilasiz, turmush o'rtog'ingizga qandaydir moliyaviy yordam qilyapsiz va shu bilan birga uydasiz va siz shu orqali o'zingizga pul topyapsiz. Bundan ortiq yaxshisi bormi? Qizlarjonlar, ko'plab ayol qizlarimiz aynan o'sha narsani boshlay olmasdan konsultatsiya olishadi. Nima uchun konsultatsiya olishadi? Chunki ularda bu sizda demoqchi emasman. Aynan shu konsultatsiya jarayonida nima sababdan ishni boshlay olmasligida bolalikdagi qo'rquvlari bo'ladi. Sen shu ishni qila olmaysan, sen ko'p pul ishlatasan, sen pul sarflashni bilmaysan, sen pullaringni ishlatib qo'yasan. Yaxshisi biron narsani boshlamaganing ma'qul degan o'y, xayol, fikrlarni onasi, buvisi, dadasi orqali eshitgan bo'ladi. Ya'ni o'zini otasi orqali eshitgan bo'ladi. Xo'sh, shuni eshitdi, shuni ko'rdi, endi unda shu travma qolgan. Shuning uchun ham ustoz shogird kursimizga kelgan barcha qizlarimizda avvalambor ana shunday bolalik travmalari bilan ishlaymiz. Qachonki siz o'sha qo'rquvlarni, bolalik travmalaringizni yechishni o'rganganingizda, siz o'zingiz maqsad qo'yishni va qaror qilishni boshlaysiz. Aynan shu uyda o'tiradigan ayol qizlarimizga yana bir taklifim bor. Bir o'ylab ko'ring, siz oddiy qishloqdasiz. Ammo lekin siz pul topishni istaysiz. Bugun esa sizni qaysi qishloqda bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni har bitta davlat bilan bog'laydigan ijtimoiy tarmoqlar, internet tarmoqlari bor. Shunday ekan, sizni qiziqishingiz nimalarda? Balki siz shunday chiroyli biron bir tikuvchilik qo'lingizdan kelar yoki nimadir eksklyuzivni narsalarni yasashni bilarsiz. Bugun institutlarda, oliy ta'limlarda, bog'chalarda aynan shunaqa sovg'alarni nima qilishadi? Bir-biriga uzatishadi. Bir-biriga sovg'a qilishadi. 8-martda, 14-yanvarda. Balki sizni qo'lingizdan shunday bir ajoyib hunar kelar. Yana ko'pchilik bolalarimizni, farzandlarimizga yoshligidan chiroyli qilib
EZO darsidan, ya'ni rasm darsidan judayam ko'plab nimalar chizdiradi. Chiroyli tabiatni, chiroyli o'sha oilaviy oila dasturxoni atrofida nimanidir chizdirishadi. Ana shu konsultatsiyaga kelganda aytishadida, men bolaligimdan juda ko'p rasm chizganman deb. Va bugungi kunda shu rasm chizishga loyaqati bo'lganlar, o'z ustida ishlaganlar, bugun ular ham o'zini ichki talantlarini, ehtiyojlarini ochishdi. Bugun ular ham uyda o'tirib pul topishyapti. Yana bir ajoyib tomoni bor. Aynan meni o'zimga shogird tushishni istagan opa-singillarimiz. Agar sizga ruhiyat olamida tajriba orttirib, kimgadir ilm ulashib, nimanidir siz o'rganishni istasangiz ham, bizni Anor akademiyamizda 1 yilda 1 marotaba ustoz va shogird kurslariga qabul ochiladi. Agar sizda mana shunday o'zingizni talant, iste'dodlaringizni nimadandir boshlashni istaydigan bo'lsangiz, unda shu video lavhamizda qoldirilgan 93 470 73 87 raqami orqali murojaat qiling. Biz esa bularni, ya'ni qanday qilib o'zini qiziqishini orttirib, qanday qilib buni ijtimoiy tarmoqlarda yurg'izishni, barcha sir asrorlarini, tajribalarimizni bo'lishamiz. Ushbu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ish izlab yurgan, o'ziga yaxshi ustoz qidiradigan va o'zini qobiliyatini ochib, qobiliyati orqali ishini rivojlantirmoqchi bo'lgan yaqinlaringizga uzatib qo'yishni ham unutmang. Yana bir aziz muxlisim uzoq yillar bizlarda Anor akademiyamizni kurslarida o'qidilar va bugun bilasizmi nima? O'zini shirinliklar olami deb nomlangan shunaqangi chiroyli marketingini ochdi. Avvalambor u o'zini o'sha shirinliklar brendini yaratdi. Unga nimalar kiradi? To'g'ri ovqatlanish, bug'doy, oq undan foydalanish emas, balki qandli diabet bo'lgan, o'sha to'g'ri ovqatlanadigan bug'doy mahsulotlari emas, balki grechkali undan, ovsyankali undan, ya'ni ko'plab tanaga shifobaxsh bo'ladigan o'zini eng yaxshi toza mahsulotlarini ochishga muvaffaq bo'ldi. Bunga esa sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, sog'lom hayotim tarzi deb nomlangan kursim bor. Bu kurs sotuvda yo'q. Unga shunchaki meni sevgan, mana shu o'zini hayotida to'g'ri, sog'lom hayot tarzini davom ettirib, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yib, o'zini, ya'ni moliyaviy biznesini ochish uchun ko'plab qizlarimiz shu kursimizga qo'shilishgan. Mana shu video lavhamiz ostida shu kursimizni silkalarini ham qoldiramiz. Albatta shu guruhga qo'shiling. Bular sizga nimada yordam beradi? Qorinlaringizni, ichaklaringizni doim dam bo'lishi, noto'g'ri ovqatlanishdan ekanligi haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Nima uchun kundan kunga vazningiz ortib, oyoqlaringiz nima sababdan og'rishligi haqida nimalar ketma-ketlikda iste'mol qilishni o'rganadi. Va shu bilan birga sizni o'zingizni ruhiy kayfiyatingiz ko'tarilib, to'g'ri ovqatlanish orqali oilangizda ham, farzandlaringizga ham nima ketma-ketlikda ovqatlanganda nimalar qanday hazm bo'lish haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Aziz muxlislarimiz, agar siz haqiqatda bironta bir tadbirkorlikni yoki uyda o'tirib pul topishni istasangiz, albatta ushbu video lavha ostida qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qiling va bizni ustoz va shogird kursimizga qo'shiling. Biz sizga yaqindan yordam berishga va o'zingizni aynan qiziqishlaringiz bo'lgan talant va iste'dodlaringizni ochishga yaqindan yordam beramiz.